Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga bugun mana ko'pchilik so'raganday mana Labo mashinasini olib keldik sotuvda. 2025-yil jihozlangan tayyor mashinamiz. Propan gaz ballonlari o'rnatilgan, 1000 kilometr yurgan mashinamiz. Полный roz jihozlangan, tayyor. Mana salon ishlari ham. Ko'rishinglar mumkin, mashina toza, idealniy turibdi. Kelib turib bizlardan mana shu mashinamizni hurmatli obunachilarimiz naqd avtokredit yetmaganiga 2-3 oygacha variant ham qilib berish iloji bor. Kelib ko'rib bemalol xarid qilaverasizlar. Mashinamizni kraskasiga keladigan bo'lsak 100% toza. Yangi holatda turibdi mana shu Labo'dan avtomashinamiz. Qiziqqanlarga avtokreditga bu Labo'miz $2000 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2.600.000 so'mdan to'g'ri keladi. Naqd pulga oluvchilar bo'lsalar agar $7.900 qilib beramiz. Va undan tashqari hurmatli obunachilarimiz boshlang'ich to'lov $100, $300, $400 gacha bo'lgan Damaslarimiz avtokreditga chiqarib beryapmiz. 5 yil muddatgacha chiqarib beryapmiz. Siz misol uchun aytaylik 5 yil muddatga shartnoma qilingandan keyin misol uchun 1 yil yoki bo'lmasa yarim yil, 2 yilga xullas bosgan oyiga mana shu to'lovi foizi olinadi. Bemalol kelaverasizlar. Sagjana yangi yo'lda shu savdolarimiz bo'lib o'tayapti, xudo xolasa. Naqd, Vikup, avtokreditga bemalol olaverasizlar. Kanalimizga yangi bo'lganlar bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni birinchilardan ko'rib borasizlar. $4500 ga keyin Nexia 2miz bor sotuvda, hurmatli obunachilarimiz. Kraska bir kapotda bor, boshqa hech qayerga yo'q. Toza mashinamiz. 1.6 motorda turibdi. Balonlarni ham holatlari chotki idealniy. Salonlar ham qilingan, jihozlangan, hozir ko'rsatib beramiz. Bitta mana shu kapotda kraskasi borda xullas. Eshigi qulf ekan buni. Mashinamizda gazi propan gazda. Kelib ko'rib bemalol xarid qilaverasizlar. Oldindan 2000 pulinglar bo'lsa agar misol uchun Vikupga ham chiqarish iloji bor. Uzog'i 5-6 oygacha Vikupga chiqarib beramiz. Kelaverasizlar.